jamiyatimizda ota-onasiga oq bo'lgan farzandlar bo'lganidek, farzandligi oq bo'lgan ota-onalar ham bor. Ular kimlar edi? Buni his qilmaysiz. Buni e'tiborga olmaysiz, lekin ijobiy murabbiy bo'lmagan insonlarning deyarli hammasi mana shu toifaga kiradi. Ular kimlar edi? Ular bolani haqqini ado qilmaydigan, bolani shaxsiyatini sindiradigan, bolaga ovozini baland ko'taradigan, bolaga qo'l ko'taradigan va hokazo bunaqa sifatlar 16 ta keladi. Mana shu sifatlarga ega bo'lgan insonlar aynan bolasiga oq bo'ldi deydi mutaxassislar. Endi murabbiy inson o'zi kim edi? Tarbiya haqida gapirar ekanmiz. Murabbiy inson boyaginaqa yuqoridagi aytilgan bir qancha faktor va omillarni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Misol uchun jamiyatdagi murabbiylarga qarasak, ba'zi ota-onalar muammo yuzaga kelgandagina mutaxassislarga borishadi. Bolam misol uchun gap qaytaradigan bo'ldi. Bolam kechga uyga kelmayapti. Uyga kech kirib keladi. Bolam aytganimni qilmaydi va hokazo mana shunga o'xshagan sifatlarni aytadi. Bu o'rinda bular qanaqa murabbiylar deyiladi? Bu o'rinda bu murabbiylar go'yoki o't o'chiruvchilarga o'xshash. Nimaga? Chunki o't o'chiruvchi tomon muammo bo'lgandagina ishga kirishadi. Xuddi shu singari yuqoridagi murabbiy ham bolasi bilan muammo bo'lgandagina birdaniga tarbiya qilishga kirishadi. Bu birinchi turdagi insonlar edi. Ikkinchi turdagi ota-onalar to'g'rirog'i. Bular kimlar? Bular tarbiya qiluvchilar aslida. Lekin tarbiya qiluvchilar deganda ko'proq qanaqa kategoriyaga kirsak bo'ladi? Go'yoki sirkda misol uchun hayvon tarbiya qiladigan dressirovщик deymizmi? Murabbiy trenerlarga o'xshatsa bo'ladi. Nima uchun? Chunki odatda bunaqa ota-onalar nima aytadi? Aytadiki, bolasi xo'p desa bo'ldi. Bola xo'p bo'ladi desa bo'ldi. Mana shu narsaga e'tibor qaratishadi. Misol uchun oddiy narsa, o'zi umuman ota-onadan so'rasangiz, eng yaxshi farzand kim desangiz, xo'p bo'ladi deydigan ota-ona bo'ladi. Lekin tarbiya ilmida xo'p bo'ladi deydigan farzand bu bola bomba hisoblanadi. Bu bola o'ta xatarli hisoblanadi. Bu bola hayotini xohlagan vaqtida portlab ketishi mumkin. Bu xatar o'zi uchun edi, bu xatar oilasi uchun edi. Ya'ni nima demoqchiman? Ota-onasiga xo'p bo'ladi deydigan bolaning shaxsiyati bo'lmaydi. Uning fikri, uning ongi shakllanmagan bo'ladi. Bu bola o'z-o'zidan chetdan keladigan har qanday insonga xo'p bo'ladi deyishi mumkin. Lekin chetdan keladigan inson u juda ko'p holatda yomon narsani o'rgatishi mumkin edi. Salbiy axloqni o'rgatishi mumkin edi. Lekin xo'p bo'ladi deydigan inson, agar bolani shunga tarbiya qilgan bo'lsak, u o'z-o'zidan chetdan keladigan har qanday xabarga xo'p bo'ladi deydi. Bu juda ham xatarli tarbiya hisoblanadi. Uchinchi turdagi tarbiyani biz o'zimizdan, ya'ni ijobiy murabbiy deymiz. Ijobiy murabbiy o'z nima narsaga e'tiborni qaratadi? O'z umuman tarbiya deganimizda bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tarbiya 4 ta bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchidan, bolada o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish. Bolada bu ishonch shakllansin. Nima uchun ekanligini hali gaplashamiz. Ikkinchidan, o'z-o'zidan ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabat edi. Tarbiya o'z ichiga mana shu narsani oladi. Munosabat qanaqa edi? Mana savolga javob topish kerak bo'ladi. Uchinchidan, bolada yaxshi ishga bo'lgan mahoratini, xohish istagini oshirish. Bu ham tarbiyaga kiradi. Va to'rtinchidan, boladagi salbiy xatti-harakat, amal bo'lsin, xarakter bo'lsin, buni to'g'irlash va bartaraf qilish. Tarbiya deganda tushunishimiz kerak bo'ladi. Mana shu 4 ta narsadan tashqariga chiqib ketilmaydi. Har qanday tarbiya mana shu 4 ta unsurdan iborat. Lekin men savol beraman. Har biriga foiz beradigan bo'lsak, qandoq bersak bo'ladi ekan? Ya'ni har biriga 25 foizdan beramizmi yoki boshqacharoq bo'ladimi? Bilasizmi? Tarbiya munosabat degan bandi bor, ikkinchi band. Ayni ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabat deganda 70% beriladi. Qolgan har bir bandga 10 va 10% beriladi. Mana shundoq bo'ladi.
Shuning uchun ijobiy murabbiy birinchi o'rinda munosabatni tiklaydi. Munosabatni tiklaydi. Qanaqasiga? Chunki ya'ni bola tug'ilganida u fitratda tug'iladi. U kuchli shaxs bo'lib tug'iladi. U bir yetuk inson bo'lib tug'iladi o'zi aslida. Lekin ota-onani deylik bolani deylik har xil laqablar qo'yishi, uni urishi, unga deylik uni tonini ko'tarishi va hokazo. Tushunyapsizmi? Mana shu 16 ta faktorlar bor. Bularni biz iste'mol qilaveramiz har kuni bolani shaxsiyati sinib boraveradi. Shuning uchun birinchi o'rinda biz munosabat qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, ijobiy murabbiy munosabatini go'zal qiladi. Boyaginaqa bolasini qiyoslash yoki salbiy boyaginaqa aytildi bir qancha sifatlar, bu sifatlarni birontasi hozir qilmaydi. Tanqid qilish, uni malomatlash, uni solishtirish, uni urishish, unga hatto nasihat qilish. Nasihatni ko'pi ham bolani shaxsiyatini sindiradi. Xuddi toshga o'xshaydi. Toshni qancha ko'p yo'nsangiz, tosh nima qiladi? Parchalab ketishi mumkin. Xuddi shu singari bolaga nasihat juda borsa yarim daqiqa bir kunda bo'lsa bo'ladi. Demak, ijobiy murabbiy nima qiladi? Aynan mana shu jihatga e'tibor beradi. Bu birinchisi edi. Ikkinchi narsa, ijobiy murabbiy e'tibor beradigan jihat nima bo'ladi? Ijobiy murabbiy munosabat qilganida bilasizmi, bolani xatosi bor. Biz doim xatosiga e'tiborimizni qaratamiz. Lekin ijobiy murabbiy xatosiga emas. Xato bu simptom sifatida bo'ladi. U alomat sifatida bo'ladi. U uning ichiga kirishga harakat qiladi. Nima uchun bolam deydi, yig'laydigan bo'lib qoldi? Nima uchun bolam qaysar bo'lib qoldi? Nima uchun meni bolam ukalarini misol uchun xafa qiladigan bo'ldi? Ukalarni uradigan bo'ldi deydi. Nima uchun? Tushunyapsizmi? Ya'ni bolam qaysar bo'lib qoldi, sen qaysarsan demaydi-da. Nima uchun degan savol beradi. Va buni negizini qidira boshlaydi. Misol uchun oddiy narsa, bola e'tibor qaratadigan eng yaqin yo'l qo'pollik bo'ladi. Bola qo'pollik qiladi. Nimaga? Ota-ona e'tiborini qaratsin deydi menga deydi. Tushunyapsizmi? Demak, ota-ona tushunadiki, bolamga e'tibor bermayotgan ekanman deydi. Bolam bilan xolis gaplashmayotgan ekanman deydi. Bolam so'zni tinglamayotgan ekanman deydi. Tushunyapsizmi? Bu ikkinchi sifati edi. Juda ham kam ota-ona bu narsaga e'tibor beradi. Biz birdaniga bolaning xatosiga diqqatimizni qaratamiz. Lekin nima uchun bu narsa yuzaga keldi? Axir bu simptom edi-ku. Bu kasalliklarning anaqasi edi, alomati edi. Lekin asl kasallik kelib chiqishi qanday, qayerda edi degan savolga ijobiy murabbiy e'tiborni bera boshlaydi. Shuning uchun birinchisi munosabatni yaxshi qiladi. Munosabatni yaxshi qiladi deganda mehr, muhabbat, hilm va hikmat edi. Mana shu to'rtta sifat bilan mehr beradi. Har bir narsani muhabbat qiladi. Hatto tergasa ham, hatto nasihat qilsa ham. Tushunyapsizmi? Ikkinchisi uni sifatiga qaraydi-da, uni xatosiga qaraydi to'g'ridan-to'g'ri va xatosiga sabab bo'ladigan sifatini qidira boshlaydi. Uchinchi sifat juda ham muhim edi. Ijobiy murabbiy meni bolam birinchi o'rinda salohiyatli bo'lsin demaydi. Bu eng katta xatolardan biri. Afsuski juda ham kamchiligimiz bu narsani biz hozirgi kunda idrok qilmoqdamiz. Meni bolam deydi, birinchi o'rinda kuchli inson bo'lsin deydi, shaxs sifatida. Tushunyapsizmi? Bu juda ham muhim nuqta edi. Salohiyat sifati, mana biz bugun gaplashamiz, deylik, aynan axloqdan yoki tarbiyadan bo'ladigan 8 ta unsur haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi xohish, birinchi g'oya, birinchi maqsad kuchli shaxsidir. Chunki bola aynan kuchli shaxs bo'lib dunyoga keladi. Bu so'zim bilan nima demoqchiman? Bu so'zim bilan aytmoqchi bo'lgan narsam, bilasizlarmi, mana shu ko'p dindor qatlam o'zining dinga bo'lgan muhabbati, o'zining ixlosi, o'zining vafosi va mana shunga o'xshash sifatlardan hissiyotlarni kelib chiqqan holatda nima qiladi? Bolam salohiyatli farzand bo'lsin deydi. Solih inson bo'lsin deydi, to'g'rirog'i. Shuning uchun bolaga nima qilamiz? Bolaga qattiq qo'llik qilamiz. Bolani ba'zan uramiz. Ba'zan bolaga baqiramiz. Ba'zan bolani tanqid qilamiz. Ba'zan bolani boshqalar bilan solishtiramiz. Nima evaziga? Solih bo'lmaganligi uchun.
Va mana shunaqa sifatlar bilan biz bolani shaxsiyatini sindiramiz. Shaxsiyat tushunchasi, shaxsiyat 7 yoshgacha shakllanadi, Shahzod. Shaxsiyat shakllanadi. Shaxsiyat singach, u undan keyin yuzaga kelishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin salohiyat yoki solihlik 99 yoshda ham kelishi mumkin. Agarda tarixga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p insonlar, misol uchun dinga kirib kelishi yoki sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, misol uchun 40 yoshda, 50 yoshda, 80 yoshda iymon keltirgan bo'lishi mumkin. U salohiyat har qanday holatda kelib qoladigan narsa, bu sifat, bu osonlik bilan keladigan sifat. Lekin shaxsiyat u boshqa narsa edi. Biz bu narsaga e'tibor bermaymiz. Biz salohiyatni birinchi o'ringa qo'yamiz va bolaning shaxsiyatini sindiramiz. U shaxsiyat nima edi? U hayot mahoratlari edi. Boladagi qaror qabul qilish, bolaning shijoati, bolani o'ziga bo'lgan ishonchi va xullas bolaning tabiatidagi bo'ladigan narsalarni biz sindira boshlaymiz. Nima uchun? Chunki salohiyat biz uchun birinchi o'rinda edi. Va bola solih bo'lishi mumkin. Misol uchun bola ibodatli bo'lishi mumkin, bola qori bo'lishi mumkin, bola olim bo'lishi mumkin. Lekin bu inson o'zining so'zini so'zlay olmaydi. Bu inson misol uchun o'zining hissiyotini deylik hissiy intellektga ega emas. Bu inson qaror qabul qila olmaydi. Bu inson ikkinchi tomonga faqatgina xo'p bo'ladi deydi. Bu inson qachon yo'q deyishni bilmaydi. Bu inson qachon xo'p deyishni bilmaydi. Bu inson ichidagi so'zni ikkinchi tomonga chiroyli ifoda qila olmaydi. Ifoda qilsa yoki agressiya, adovat bilan ifoda qiladi yoki ichiga yutadi bu narsani. Tushunyapsizmi? Bu narsa siz 30 pora yodlasangiz ham sizga yordam bera olmas edi. Salohiyat yordam bera olmas edi. Shuning uchun hayot mahoratlarini hatto din ham o'zgartira olmaydi. Din axloqqa ta'sir qilishi mumkin, lekin hayotiy mahoratlar u 7 yoshgacha shakllanadigan narsa.